Muazzami do'stlarim, cheskani kattaligini ko'ryapsizlarmi? Uyda oldidagi adirni ko'ryapsizlarmi? Uyda oldini adir qilib qo'yibdi. Banyani ko'ryapsizlarmi? Derevyanni. Klassmi? Turnik, burus, murus, hamma yoq bor. Eng qizig'i cheskani kattaligini aytmaysizlarmi? 50 sotixmi, jamon 3 sotixmi? Bitta oligarxnikini mana ko'ryapsizlarmi? Zinani ko'ryapsizlarmi kattaligini? Uyda ko'rsatmay qo'yaveray prosta. Prosta bomba. Pagodani ko'ryapsizlarmi? Вообще шикарно. Pagoda klassda. Banyan oltida vinograt ekkanmiz. May degani chiqyapti, o'syapti. Shunaqa gaplar. Hayot shunisi bilan qiziqdi. Osmonni musaffoligini ko'ryapsizlarmi? Bitta ham bulut yo'q. Bir dona ham. Kashtanni kattaligini ko'ryapsizlarmi? Kashtanmisan, mashtan bo'yatibdi-ku. Osmonni musaffoligini ko'ryapsizlarmi? Bunaqa musaffo qatta bor yana. Osmon kashtanni ko'ryapsizlarmi? Surxondaryoda shunaqa dam oladigan joylar borda. Onnasini ham chidey. Shunaqa dam oladigan joylar qatta bor. Faqat biz tomonda bor. Chumolar yashayapsizlarda, sizlar ham shaharda, shaharlikman deb. Ob-havoni tozaligini ko'ryapsizlarmi? Shaharlaringda qum uchib hamma yoqlaring gavno bo'yotibdi-ku. Nimaga o'shanaqa? Потому что shahar bo'lganligi uchun gavno bo'ladi, musorxona bo'ladi-da.